Gurlan tumanidan uzoqlashmaymiz. Tumandagi imkoniyatlar ishga solingan holda oliy ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish korxonalari integratsiyasini yo'lga qo'yish maqsadida Texnotur tadbiri tashkil qilindi. Muxbirimiz lavhasida olimlarning amaliyotga joriy etilgan innovatsion ishlanmalar haqida so'z boradi. Tadbirkorlar bilan hamkorlikda fermerlar dala maydonlarida mikrogezlar o'rnatilib amaliyotga joriy etilmoqda. Bu esa o'z navbatida soatiga 10 kilovat elektr energiya olish imkonini beradi. Mikrogez tabiiy suv oqimidan foydalanib ekologik toza elektr energiya ishlab chiqaradigan zamonaviy inshoot. Davlatimiz rahbari keyingi yillarda mana shu yashil energetikadan foydalanish, innovatsion tumanlar bilan hamkorlikda fermerlar uchun mana shu Xorazm sharoitida oqayotgan kanallarga moslangan mikrogezlarni loyihalash bilan shug'ullanmoqdamiz. Mikrogez yordamida hech qanday elektr energiyasiz suv chiqarishni yo'lga qo'ydik. Ikkinchi etapida esa 10 kilovatlik generator qo'yib, bu yerda 10 kilovat elektr energiya ishlab chiqarishni yo'lga qo'yamiz. 270 dan ziyod joyni tadbirkorlar lotlarni yutib olganlar, ular hozirgi kunda biza bilan hamkorlikda mana shu mikrogezlarni loyihalash bo'yicha ishlarni olib bormoqdalar. Suv xo'jaligi tarmoqlari va irrigatsiya kanallaridan samarali foydalanish orqali qishloq xo'jaligi infratuzilmasini energiya bilan barqaror ta'minlash imkonini beradi. Fermer xo'jaligi hududidan o'tgan zovurga mikrogez o'rnatdik. Shu o'zimizni yer dalalarimizni sug'orishda foydalandik. Endi bu yil reja qilib turibmiz, shuni generator qo'yib o'zimizdan ortilgan elektr energiyani davlatga sotamiz. 15 ta joyda mini gezlar qurilishi rejalashtirilgan. Shular egalari ham hozir kelib bizlar tajribamizni o'rganib turibdi. Kelajakda shu yoniga shamoldan, yana quyoshdan energiya olishni rejalashtirib turibmiz. Oldinlari fermer xo'jaligi tomonidan 100 million so'mlik elektr energiya uchun pul to'langan bo'lsa, mikrogezni ishga tushirish orqali kuniga 240 kilovat elektr energiya olib, 9 oyda 80 million so'm elektr energiyadan daromad qilish imkoni paydo bo'lmoqda. Qo'limdagi vermikulyat mahsuloti toshni pishirish yordamida olinmoqda. E'tiborli tomoni mana shu mahsulot bevosita dehqonchilikda, issiqxonalarda, dala maydonlarida hosildorlikni oshirish uchun ishlatilar ekan va mana shu mahsulot bevosita xorijga ham eksport amalga oshirilyapti. Navbatdagi manzilda vermikulyat ishlab chiqarilmoqda. Bu mahsulot ishlab chiqarilishga yo'naltirilgani Xorazm viloyati uchun yangilik. Kuniga 50 kop mahsulot ishlab chiqariladi. O'tgan yil davomida Rossiya, Turkiya, Belorusiya mamlakatlariga 400 kop $50 ming mahsulot eksportga yo'naltirilgan. Tog' jinsi bo'lgan vermikulyat xomashyoqsidan vermikulyat material ishlab chiqarilmoqda. Vermikulyat asosan izolyatsion material bo'lib turib, bu qurilish sohasida va qishloq xo'jaligida asosan namlikni ushlash uchun va ko'chatlarni yetishtirishda ularni ildizlarni rivojlanishida barqaror xomashyo material hisoblanadi. Bu mahsulot Xorazm viloyatida ilk bor ishlab chiqarilmoqda. Viloyat bo'yicha kam miqdorda ishlab chiqarilayotganligi va innovatsion mahsulot bo'lganligi uchun eksportbop hisoblanadi. Ya'ni vermikulyat yana bir sohalarda avtomobilsozlik va aviatsiyada ham izolyatsion xususiyati yuqori bo'lgani uchun ishlatiladi. Vermikulyat qurilishda ham foydalaniladi. Bazaltdan 10 barobarga arzon mahsulotlar turiga kiradi. Yana bir yangilik, Shola tegirmoni uchun Xitoydan import bo'ladigan qismi mazkur korxonada mahalliylashtirildi. Kalibrli aylanma elak, donli ekinlarni hamma turidagi tegirmonlarda foydalaniladi. Mahalliylashtirilgan mahsulotning har biri $2,5 ming dan baholanadi. Texnotur tadbiri davomida olimlarning tumandagi sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohalaridagi korxona tashkilotlariga tashriflari amalga oshirildi. Olimlar tomonidan korxonalardagi texnologik muammolar muhokama qilinib, ularga ilmiy yechimlar taklif qilindi. Bu kabi loyihalar hayot farovonligi va amaliyotdagi ijobiy natijalarga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.